Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Mana kecha mana shu oilaga bitta mashina bergandik, yangi yana. Shu bilan bu 4-sini qo'yishim. Sizlar bilan birgalikda mana nima qildi, nima yo'q. To'qidimi? Kecha ertalabda qo'yilgan mashina bor. Shuni ko'ramiz. Kardavom matkaga bergandik. Undan oldingi kuni mana bu mashinani qo'ygandim. Buni kecha ko'rsatib o'tdim. Уже 2 kunda to'qib, mana matka ham yana bugun ham shu yerda yuribdi. Urug' ham qo'yib bo'lgan edi. Urug'lari ko'rinayotgan bo'lsa. Keyin kecha 29-aprel kuni yana bitta mashinani tiqib qo'yaverdim. Mana shu mashinani. Bugun mana 30-aprel, bir kunda ko'ramiz. Qanchalik darajada to'qigan. Mana do'stlar, уже bir tarafi 95% to'qib bo'linibdi. Ikkinchi tarafini ko'ramiz. Ikkinchi tarafi mana 100% to'qib bo'libdi. Ajoyib. Zo'r ishlayapti bu oila. Hozir bu mashinasini abitgacha to'qib bo'lar ekan, xudo xolasa. Buni arisini qoqib turib, boshqa mashina kerak, anaqa sush kerak oilalarga berib yuboramiz. Bu oilaga yana boshqa to'qitamiz. Zo'r to'qiyapti hozircha, xudo xolasa. Shunaqa gap. Mana hozir 1 2 3 4 5 6 ta ramkaga chiqibdi. Urug'li ramkaga 7-mashinamizda to'qib tayyor qo'ygan. Mana shu oilalardan biriga berib yuboramiz. Sushini, yangi sushini. Ona ham yaxshi urib qo'yadi shunda, xudo xolasa.